Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Shumbala yonida joylashgan 2 xonali kvartirani sotib chiqdi. Bedenen Shumbala yanında stadion, Olimpiya stadioni. Yan tarafda esa Karat kafe, Kamış, Gamburg hamma joyi zo'r joyda joylashgan. Zo'r mestada 2 xonali kvartirani sotib chiqdi. Beden kesilib chiqsangiz Daretal, Urduga yaqin joyda joylashgan. Mestasi zo'r joyda. Üfüden girsangiz keyingi podyezdda joylashgan. Birinchi etajda 2 xonali kvartirani sotib chiqdi. Mestasi lokasiya zo'r joy. Bedenen kafeler, magazinlar hamma uslubyasi bor. Kanalda ichkari qismi bilan tanishib görüşürüz. Neyse podyez kısmından yetib keldik. Her etajda 3 xo'jalikdan ekan, hurmatli obunachilar. Ishiklari demir, zamonaviy, yaxshi ishdan qo'yilgan ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Girganimizda shunday yan tarafda spani joylashgan. Yan tarafimiz zal, doğrumuz kladovka etib qo'yibdilar. Yanımız kuxni, sanuzel joylashgan. Oyoq telamiz taxta pol, yuqorimiz plastik bilan qoplangan ekan. Xonalarni addinli etib qo'yibdilar. Joyimiz bez remont. Yan tarafimiz spannimizni oyoq telar ham taxta pol. Joyimiz ataplinalari bor, hurmatli obunachilar. Oyoq telarimiz taxta pol, yuqorimiz shunday oqlanib turibdi. Joyimiz remontli yoki remontsiz ish holida topshiriladi. Remont etib beriladigan bo'lsa, ustine pul qo'shiladi, hurmatli obunachilar. Yanimiz zal. Katelimiz balkon qismina ajoyib etib o'rnashgan. Suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. 100% yanib turibdi. Joyimiz 2 xil sharoitda sotiladi. Ikkilamchi kredit asosida beramiz yine sanuzelimiz. Tele kafel. Beramiz kuxnimiz. Partutlari bor. Joyimiz 100% ta'mirlab beriladi yoki shu durishida sotiladi. O'zim remont etaman degan yurtdosh olsa, kelishib berilaveradi. Alıp satuvchilar ham doğru keladi. Alıp remont etib topshirib chiqamiz desangizlar, bizlarimiz sotib beramiz. Xudo xolasa, joyimizdan pulga keladigan bo'lsak, 310 million so'm ikkilamchi kredit asosida sotiladi joy. Eldan 30% to'laysiz, kafilsiz, oldingiz o'tirib, oxirladan yurimiz. Bize remontlatib bering, girib yashaydigan etib 100% hamma narsasini qo'yib bering, natushniy patolog, eshik aynalardan qo'yib bering degan bo'lsangizlar, uni ham etib beramiz. Ustine 30-40 million so'm qo'shiladi. Ayna ishlar akva qo'yilgan bedi, remontini uncha gitmaydi. 30 million so'mlar bilan chiqsa bo'ladi. Eshik aynalar almashadi, hamma joyi yo'q remont, aboylar ham eng qimmat hozirgi zamonaviy aboylardan qislanadi. Sog' olun, salomat olun, kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Shuning joyi bez remont joy qarab birgalar yarib qo'ying. Sog' olun, salomat olun.